Rim. Tilak kelchigidagi amalga oshgan tilak. Qaranglar. Weibo va uning do'stlari Italiya havo bo'shlig'ida sirliq ham o'zgacha yangi xatarga tavakkul qilmoqchi. Rim xalqi ehtiyot qilinglar. Xo'jayinlik payti keladiganqa ozli qoldi. Bibi, xop ko'rinasan-ku. Men yana ovorchilik terib yuradiganlikla qilaman. Chunki men ham kichik, ham iqtidorsiz. Bu bek adolatsizlik bo'ldi. Ba'zi chaqlarda kichik bo'lganning foydasi ko'p, baby. Shundaqmi? Masalan, qandaq? Sen Weibo'ning so'mkisiga kirib olsang, biz seni yurib dunyoni sayohat qildirsak bo'ladi. Shundoq. Bu qanoatlanarlik emas. Meni undoq kichik o'g'lim yo'q. Voy, Bibi. Henry, av odam nimishki pulni ko'lchakka tashlab o'tdi. O degan tilak ko'lchigi. Aytishlar qaraganda, tilak tilab pulni ko'lchakka tashlab o'tganda, hamma tiligi amalga oshamish. Shundoqmi? Meni sinab qo'yamisa? Men sinayman. Men kunlarning birida yangi bir davlatni boyqashni umid qilaman. Men bilishga tegish ishlarning hammasini bilishni umid qilaman. Men bo'lsam cho'ng bo'lishni umid qilaman. Kelinglar, birlikda Italiya cho'piyaylik. To'g'ri, oz qoldi. Men o'ylagandek bo'ladigan bo'ldi. Bibi, sen nimishki yemaysan? Men salbiy orom bo'layapman. Sen Italiya cho'piyishni yaxshi ko'rmamsan? Yaxshi ko'raman. Men faqat menimcha qanday Bibi, sen de çoğuyup gitsen. cho'ngiyib bu qanday bo'g'ini? Meni tiligim amalga oshdi. Men dek cho'ngib ketibman. Men nima taqchoq? Henry, onun qarğına, o nimandaq. Yo'q. O muradiga yetdi. To'g'ri. Birdan bir masala bu xavfsizlik davomishi. Sizlarga Rim vaqtli xabar anglatamiz. Navbatda ajoyib g'alit ish yuz berdi. Bir gigant mushuk bir oshxonaning orqa hovlisida paydo bo'ldi. Odamning ishongisi kelmaydi. Opa, meni qavim meshin sulab boqqumba. Sulab boqsam bo'lamdi, opa. Men ömrümde bundaq narsani ko'rib boqmagan. Bu bir mo'jiza bo'ldi. Miau. Ajab chiqim keldi. Hey, mushuk. Mushuk. Miau, qo'lini tat. Qaranglar. Geçti. Ya qaltis.
O bir dakika. Yirak durunglar. Men bunundan bek seyrikdim. Oo, yaxşı. Müşük. Koltuk. Veybo, Henry, meni qutquzunglar. Gel Henry, biz berip bebeğe yardım kılaylı. Bunu da. Kişinin tulumu hayran kaldırdı. Nime degen çoğun müşük bu. Ben bunu resmi tartıp alay. Oo. Yani bir uçkur iştimi varken bu. Ben bunu resmi tartıp alsam köp pulga erişe alayım ha. Dur lan. Yirak dur. Neri öt. Veybo, meni qutquzuvag'in. Mening yana cho'ng'og'im yo'q. Korkma Bibi, ben çokum amal tapılmak. Ötünüp qolay tezroq. Henry tez bol. Ben Bibi'nin yana bir kıtım küçük buluşunu ümit kılıman. Hem de kondak kılımız. Sizlar gigant müşkünün dostlarıma? Yaxşı. Mening amalim bor. Manga ergishmanglar, tez. Sen kim bulursan? Men Henry Peter Muska Avarch professor. Meni Timuri professor deb atsanglar bo'laverdi. Sen nima ish qilsan? Men albatta bir to'lim chashqini. Men tajribaxonda bir professorga yordamlashaman. Sal turib ko'rsizlar, menglar. Biz pul kölçek düşüştün burun pulunu tutuvasaklı boldu. Bundak boğanda Bibi'nin tilike emel kaçmaydı. O çoğun bek azaplanıdı. Tezroq bo'linglar, professorim kelayli deb qoldi. Sizlarning tayyorliginglar bitdimi qandaq? Bo'ldi. Sizlar bilan tanishganligimda xushalman. Henry, qara! Vaqt rastlığı kendini duvardı. Sen İtalya çöpünü yaptırmadın sen.
cho'ng bo'lishni umid qilaman. Yuringlar, Italiya cho'piyayli. To'g'ri, rostlik yuz berdigan bo'ldi. Mening sezgi. Ba'zi vaqtlarda boshqacha bo'lishni umid qilish yaxshi ish. Biroq o'zining hozirgi holatiga qanoat qilish texmi yaxshi emasmi? Kichik do'stlar, xayr xo'sh.